Jinoyat olami kanalining qadrli muxlislari va sadoqatli obunachilari. Jahon detektiv asarlarining benazir yozuvchilaridan biri James Hadley Chase nomi kitobxonlarimizga yaxshi tanish. O'quvchini hamisha hayajonda ushlab turadigan bu noyob va favqulodda qobiliyat egasining o'zbek tiliga ilk bor Ibrohimjon Xalimbekov tomonidan tarjima qilingan Guvohlar bo'lmaydi nomli detektiv asari ham sizda katta qiziqish uyg'otishiga ishonamiz. Mazkur asar Gollivud shou biznesining eng yorqin yulduzi, kinoaktrisa Jun Arno xonim va uning barcha xizmatkorlari vahshiylarcha o'ldirib ketilishi sahnasi bilan boshlanadi. Bu dahshatli qotillik yoki qirg'in kim tomonidan va nima uchun amalga oshirilgan? Kinoaktrisaning o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Butun shahar ahli qalbini larzaga solgan bu ommaviy qatlning tirik guvohi bormi o'zi? Nima uchun shov-shuvli bu jinoyatni fosh qilishda faol ishtirok etayotgan politsiya serjanti O'Brien qasamyodini buzib, jinoiy to'daga sherik bo'lib qoldi? Nega jinoiy to'daning ashaddiy dushmani, prokuror yordamchisi Pol Konradning turmush o'rtog'i Jenni Konrad xiyonat ko'chasiga qadam bosdi? Xiyonat va jinoyat jazosiz qolishi mumkinmi? Asarning audio shaklini tinglash orqali shu kabi og'ir savollarga ziddiyatli va mutlaqo kutilmagan voqealar silsilasida javob topasiz. Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik kart raqami 9860 1604 4278 21 91. James Hadley Chase'ning Guvohlar bo'lmaydi romani. Tarjimon Ibrohimjon Xalimbekov. Qizlar paypoq va oyoq kiyimni, keyin esa ko'ylaklarini yechishdi. Ikkalasining ham egnida yopiq cho'pilish kiyimlari bor edi. Fransisga boqib Pitning eti jimirlab ketdi. Uning egnidagi cho'milish kiyimi badani bilan go'zal va nafis qorishib ketadigan deyarli bir xil rangda edi. Uning qomatini Pit shu vaqtga qadar ko'rganlari ichida eng zo'ri deb o'yladi. Boshiga cho'milish qalpoqchasini kiyib, Fransis unga o'girildi. Seni bu yerda qoldirayotganimizga chindan ham qarshi emasmisan? Balki yaxshisi men ham qolarman, dedi. Yo'q, hammasi joyida, men kutib turaman, dedi Pit. Ketdik endi, Fransis, betoqatlik bilan qichqirdi Banti va Basterning qo'lidan ushlab suvga qarab yugurib ketdi. Fransis Pitga jilmayib qo'ydi. Pitning tomog'iga nimadir tiqildi. Shunday maftunkor qizning unga xuddi Baster kabi oddiy odamga boqqandek boqishi va tabassum qilishiga aql bovar qilmasdi. Men tez qaytaman, dedi qiz va suvga qarab ketdi. Pit qo'llari bilan tizzasini quchoqlab, enkayib o'tirardi. U aksariyat ayollar kabi qum ustida beo'xshov yugurayotgan Fransisga, uning uzun, chiroyli oyoqlariga, tik qomatiga qarardi. Qiz suvga o'zini otib, do'stlari ortidan suzib ketdi. Jinursin, bu yerda nega hordiq chiqarib o'tiribsan? Uning qulog'i tagida kimningdir ovozi gumburladi. Pit o'tirgan joyida qotib qoldi. Yuragi ko'ksini yorib chiqqudek ura boshladi. U tez o'girildi. Uning yonida Fransisning suvga kalla tashlayotganini kuzatgancha Mov cho'k tushib o'tirardi. Bu yerda plyajda yarim yalang'och odamlar orasida u o'zining qora kostyumida, guldor galstugida va oq botinkalarida juda mantiqsiz ko'rinardi. Menga eshikni yigit ochdi. Ovozini xotirjam ko'rsatishga harakat qilib shoshib gapirdi Pit. Keyin ikkala qiz chiqdi. Ular meni boshqa kimgadir adashtirishdi. Menda nimadir qilishga imkon yo'q edi. Shuning uchun ular bilan birga ketdim va endi qiz bilan yolg'iz qolishga payt poylayapman, dedi. Oldindan tayyorgarlik ko'rilmasa, mana nima bo'ladi, deya ta'kidladi Mov. Uning ko'zlari Pitga shubha bilan tikilardi. Men bu haqda Luiga aytganman, dedi yana. U soatiga qaradi. Politsiya ularning uyiga yetib kelgan bo'lish kerak. Sen uni tezroq tinchitishing kerak, Pit, dedi Mov. Shuncha odamning ichidami? Kesatib so'radi Pit. Mov boshini burib kichik kabinalarni o'zi bilan osmonga olib chiqayotgan charpalakka qaradi. Uni mana shu katta g'ildirakka olib kirasan, dedi u.
Shunday qilginki, ikkalangiz kabinalardan birida birga bo'linglar. Eng yuqoriga chiqqanlaringda uni tinchitib, o'rindiq tagiga murdani yashirib qo'yasan. Sen ko'zdan yo'qolmaguningcha uni topisha olmaydi, dedi. Pit ko'ngli ozib ketayotganini sezdi. Yaxshi, dedi u. Menga qara, bu safar ham xato qilma, keskin gapirdi Mou. Sen xato qilishing mumkin emas. U o'ldirilishi kerak. Bu buyruq. Agar bajara olmasang, buni o'zim qilaman, dedi. Yaxshi dedim-ku. Qo'pollik bilan gapni kesdi Pit. Deyish emas, bajarish kerak. Mou o'rnidan turdi. Men yoningda bo'laman, Pit. Vaqt kam, undan foydalan. Bo'lmasa, men aralashishimga to'g'ri keladi. Pit yelkasi oshi uning kalta va baquvvat gavdasi yerda cho'zilib yotgan dam oluvchilar orasidan qum ustida o'ziga yo'l ochib ketayotganini ko'rdi. Hamda ko'zdan yo'qolgunga qadar kuzatib turdi. Lekin Mou uzoqqa ketmasligini va uning har bir qadamini kuzatib turishini bilardi. U hamon quyosh ostida o'tirardi. Yuzida ter paydo bo'ldi, yuragi esa qo'rquvdan siqilardi. Pit Fransisni o'ldirmoqchi emasligi aniq edi. U buni qizni ko'rgan ilk daqiqasidayoq tushunib yetgan. Uning o'rnida Mou bo'lganida Fransisni zinapoya maydonchasiga chiqishi bilanoq o'ldirishi va juftakni rostlab qolishini bilardi. Pit ham bu ishni qila olardi, ammo qizning do'stona va xayrixoh nigohi uni o'limdan saqlab qoldi. Oqibatda o'zini xatar kutayotganini bilsa-da, endi Pit bu ishga qo'l urmaydi. Aniqroq aytganda, u o'z ajali tomon ketayotgandi. Hech kim va hech qachon tashkilot buyrug'ini bajarmay tirik qolmagan. Ayrimlar ba'zida qarshilik ko'rsatishga harakat qilishar, 3 nafar esa shahardan yashirincha chiqib ham ketgandi. Tashkilotning uzun qo'li yetib borguniga qadar ulardan biri Nyu-Yorkka, yana biri Mayamiga, uchinchisi esa hatto Milangacha qochib borishga ulgurgandi. Pit endi o'zi haqida o'ylamay qo'ydi. Qizni o'ldirishim uchun u hali juda yosh, juda go'zal, juda mehribon. Barmog'ini qumga tiqib o'ylab o'tirardi u. Fransisni qanday qutqarish mumkin, derdi o'ziga o'zi. Agar u ishni yana cho'zsa, Mou qizni o'zi o'ldirishi mumkin. Mouning bemalol odamlar orasida Fransisning oldiga yaqinlashishga, unga pichoq urib, keyin ko'zdan yashirinishga jur'at yetadi. Mou buni Pitning qilayotgan ishi yoqmasa, amalga oshirishi mumkin. Yo'q, Pit qo'llashi mumkin bo'lgan yagona chora bu Fransisni ogohlantirish va Mouni gumdon qilish. Agar u Mouni o'ldirsa, tashkilot uning qo'ldan chiqib ketganini tushunib yetishidan avval Fransisda shahardan chiqib, qayergadir yashirinishga ulgurishi uchun 1 soatga yaqin vaqti bo'ladi. Biroq Mou bilan juda ehtiyot bo'lish kerak. U allaqachon nimadandir shubhalanyapti. Buning ustiga u Pitga qaraganda to'pponchani mohirlik bilan ishlata oladi. Uning shubhalarini bir amallab tarqatib yuborishga, keyin esa qulay paytda o'zini yo'q qilishga to'g'ri keladi. Lekin oldin Fransisni ogohlantirishi, buning uchun esa Bastir va bandidan uzoqroqqa olib ketish kerak. Agar ularning oldida gapirib bersa, Bastir politsiya chaqirishi va unga Mouni yo'q qilish imkonini bermasligi mumkin. Hammasi Mouni tinchitishga bog'liq, deya o'ylardi Pit. U jilolanib turgan dengizga qaradi. Ko'z o'ngida moviy rang cho'milish qalpoqchasi harakatlanardi. Fransis qaytayotgandi. Uni kutarkan Pit o'zini qo'lga oldi. Politsiya mashinasini boshqarib kelayotgan Bardin Lennox Avenuega burildi va Konrad oynadan gavdasini chiqarib, uylarning raqamini ko'ra olishi uchun tezlikni kamaytirdi. Yo'lning narigi tomonida 40 metrlardan so'ng, dedi Konrad Bardinga. Bardin mashinani yo'lning narigi tomoniga haydab o'tib, uni 4 qavatli uy oldida to'xtatdi. Ular mashinadan bir vaqtda tushib, uyni ko'zdan kechirgancha ma'lum muddat turib qolishdi. Konradning yuragi bezovta urardi. U hayajonda edi. Makken unga qo'ng'iroq qilib, Fransis Coleman Lennox Avenuedagi 35-uyda ekanligini aytganida, u mashinaga tezroq o'tirish uchun Bardinni arang kutib turdi. Yaqinda bu tashvishlardan qutulasan, kulib gapirdi Bardin. U hech kimni ko'rmaganlik haqida garov bo'ylaysanmi? Yana dedi u. Yur, o'zidan so'raymiz, dedi Konrad eshikni itararkan. U yo'lakdan asosiy eshik tomon yurar ekan, birinchi qavatdagi derazada harakatni sezdi va parda orqasida erkak kishining soyasi turganini bildi. Konrad derazaga qarash uchun o'girilgan zahoti soya ko'zdan yo'qoldi. Konrad bu yerda yashovchilar ism-sharifi bitilgan peshlavhalarni o'qish uchun to'xtadi. So'ng barmog'i bilan ikkinchi qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Asosiy eshikni ochib, chaqqonlik bilan dahlizni kesib o'tdi va zinalardan tepaga intildi. Bardin uning orqasidan yurdi. Ular ikkinchi qavat maydonchasida to'xtashdi.
Konrad eshikni taqillatdi. Biroz kutib turishdi. Hech kim ochmagach, Konrad yana taqillatdi. Hech kim yo'q, dedi u xo'mrayib. Jin ursin. Endi nima qilish kerak? Kechroq kelish kerak, faylasufona ta'kidladi Bardin. Bu paytda kimdir uyda o'tirsa, men hayron qolgan bo'lardim, dedi yana qo'shimcha qilib. Ular birga zinadan tushishdi. Balki anavi derazadagi odam bilar uning qayoqqa ketganini, dedi Konrad dahlizga tushganda. Bizni poylashiga qaraganda u hech narsani nazardan qoldirmaydi, dedi yana. Buncha bezovtasan, dedi Bardin. Tushdan keyin qaytamiz. Ammo bu payt Konrad asosiy kirish eshigidan o'ng tomonda joylashgan eshikni taqillatishga ulgurgandi. Birozdan so'ng eshik ochildi va baland bo'yli, ozg'indan kelgan qariya ularga yoshlanib turuvchi moviy ko'zlarini baqraytirib ro'baro bo'ldi. Xayrli tong janoblar, dedi u. Nima xizmat? Men okrug prokuraturasidan Pol Konradman. Bu esa shahar politsiyasidan leytenant Bardin, dedi Konrad. Bizning ikkinchi qavatdagi odamlarda ishimiz bor, biroq ular uyda yo'q o'xshaydi. Siz mabodo ularning qachon qaytishini bilmaysizmi? dedi. Qariya cho'ntagidan katta qizil dastro'mol olib burnini qoqdi. Uning yoshlanuvchi ko'zlarida qattiq bezovtalik paydo bo'ldi. Kirganingiz ma'qul janoblar, dedi u o'zini chetga olib, eshikni katta qilib ocharkan. Xonadonim sizlarga oz-moz palapartish ko'rinishi mumkin, lekin men bir o'zim yashayman, dedi. Minnatdorman, dedi Konrad va ular cholning ortidan uyga kirishdi. Xonadonni ko'zdan kechirishdi. Uy xuddi bir necha oydan buyon yig'ishtirilmaganga o'xshardi. Eski bufetda viskidan bo'shagan bir nechta shisha va bir uyum iflos qadahlar turardi. Shishalarning asosiy qismi bo'shab bo'lgan, lekin chol ularning orasidan ochilmaganini topib, qo'llari qaltirab uni ochishga urindi. O'tiringlar janoblar, taklif qildi u. Meni har doim shunday yashagan ekan deb o'ylamang. Bir necha yil avval men xotinimdan ayrildim. Uning o'rni hozir juda bilinyapti, dedi. U bir amallab shishani ochgach, kir qadahlarga kishi bilmas qilib nigoh tashladi. O'zimni tanishtirishga ruxsat bersangiz, polkovnik Nyumen. Janoblar, umid qilamanki, sizlar men bilan ichasizlar, dedi. Rahmat polkovnik, tez javob qaytardi Konrad. Lekin biz shoshyapmiz. Siz Koliman xonim bugun ertalab uydan chiqqanini tasodifan ko'rmadingizmi? dedi. Xo'sh, agar xohlamasangiz men bir o'zim ichaman, dedi u qadahlardan biriga to'ldirib qo'yarkan. Mening yoshimda oz-moz viski zarar qilmaydi. Asosiysi hamisha me'yorni bilish, janob Konrad. Shunda hech qanday zarar bo'lmaydi, dedi. Konrad o'z savolini balandroq ovozda qaytardi. Ha, ular ketishdi, javob berdi u qadahni ehtiyotkorlik bilan ushlab stulga o'tirarkan. Siz meni odamlar ortidan josuslik qilar ekan deb o'ylamang. Men shunchaki ularni kuzataman xolos. Ular bilan nimadir ro'y beribdimi? Uning ko'zlaridagi umid va ochiqdan ochiq qiziquvchanlik Konradni junbushga keltirdi. Yo'q, men Koliman xonim bilan gaplashishim kerak. Siz uni taniysizmi? So'radi yana Konrad. Qorachadan kelganmi? Polkovnik kulib qo'ydi. Uni ko'rganman, yaxshi qiz. Undan sizga nima kerak, janob Konrad? Siz ularning qayoqqa otlanishganini tasodifan eshitganingiz yo'qmi, mabodo? Yana so'radi Konrad. Ular qandaydir istirohat bog'i haqida gapirishayotgan edi, javob berdi u qovog'ini solib. Ulardan biri cho'milishga borishni taklif qilayotgan edi shekilli, dedi yana. Konradning ensasi qotdi. Istirohat bog'idan Kolimanni topish mutlaqo besamar fikr. U yer hamisha odam bilan gavjum. Pol mag'lub bo'lgandek yelkasini qisdi. Minnatdorman polkovnik, men kechga tomon yana bir kirib o'taman, dedi. Hech narsa bo'lmaganiga aminmisiz? So'radi qariya Konradga tikilib. Menga ularning ortidan yurgan yigit yoqmadi. U menga shafqatsiz nusxadek tuyuldi, dedi. Konradning butun vujudi diqqat e'tiborga aylanib qoldi. Qanaqa yigit polkovnik? So'radi u yana. Chol qadahni ko'tarib bo'shatdi-da, og'zini dastro'moli bilan artdi. Siz meni doim deraza oldida ekan deb o'ylamasligingiz kerak, janob Konrad. Men ular ketayotganida shunchaki qaradim va mashinadagi yigitga ko'zim tushib qoldi. U ularning ortidan shoshmasdan borardi. Malla soch, yosh yigit, biroq uning turqi menga yoqmadi, dedi chol. Koliman xonim kim bilan edi? Do'stlari bilan. Polkovnik o'z noroziligini pishqirish bilan izhor etdi. Ko'ylagini shimining ustidan osiltirib yuradigan o'sha yigitning mening polkimda bo'lishini xohlardim. Men unga haqiqiy jentlmen qanday kiyinishi kerakligini o'rgatib qo'yardim. Undan keyin anavi Boyd, men ko'rgan badqovoqlarning eng kattasi bo'ladi. Yigitlar tashqi ko'rinishiga ayrim qizlarning e'tibor qilmasliklariga hayron qolasan odam.
ko'p narsalar bizning davrimizga to'g'ri kelmasligini sizga aytib qo'yishim kerak. Ko'liman xonim yuzida tug'ma dog'i bor anavi yigit bilan odamlar orasida paydo bo'lishni xohlamas edi deb o'ylayman. Lekin u mehribon va yoqimtoy qiz. Menimcha u yigitga rahmi kelgan, dedi. Konrad va Bardin bir-biriga qarab olishdi. Ikkalasi ham Pit Vaynerni juda yaxshi tanishardi. Pit ularning chig'irig'idan o'tmagan bo'lsa-da, lekin Pit Maurerning ayrim topshiriqlarini bajarib yurganligini bilishardi. Demak, tug'ma dog'i bor yigit deng, to'ng'illadi Bardin. Polkovnik shoshib qoldi. Men uni tanimayman, uni avval hech qachon ko'rmaganman. Uning o'ng yuzida tug'ma dog'i bor, dedi. Qorachadan kelgan, uncha baquvvat emas, talabaga o'xshashmi? So'radi Bardin. Ha, dedi chol. Pakkardagi narigi yigitchi, keng yelkali, malla soch va oppoq yuzlimi? Ha, siz uni juda aniq tasvirlab berdingiz. Mashinaga kelsak, markasiga e'tibor qilmabman. Siz uni taniysizmi? So'radi chol. Siz yuzida dog'i bor yigit ular bilan ketdi dedingizmi? So'radi Bardin polkovnikning savoliga javoban savol bilan. Ha, albatta. Ular pastga qarab ko'chada ketishayotganida kuzatib turgan edim. Bu yerdan ko'rish mumkin bo'lgan garajdan ular kichkinagina avtomobil olishdi. Mashinadagi malla soch ularning ortidan kuzatib ketdi, dedi. Konrad endi chinakamiga tashvishga tushdi. Qariya polkovnikning hikoyasidan bular Pit Vayner va Mo Glebligini u tushunib yetgandi. Rahmat polkovnik, dedi u eshikka qarab yurarkan. Ko'p vaqtingizni olganimiz uchun sizdan uzr so'raymiz. Buncha shoshmasangiz, so'radi polkovnik qolgan viskini ichib o'rnidan turarkan. Lekin bu paytda isquvarlar mashinagacha bo'lgan yarim yo'lni bosib o'tishgan edi. Ko'chaga chiqiboq mashinaga o'tirishdi. Xo'sh, bunga endi nima deysan? Tund ahvolda so'radi Konrad. Biz shoshilishimiz kerak, Sem. Avval garajga boraylik, u yerda mashinani tasvirlab berishadi. Keyin men istirohat bog'iga ketaman. Sen esa yordam kuchi chaqirasan. Bizga 40-50 nafardan kam bo'lmagan odam kerak. Iloji bo'lsa tezroq, dedi. Jin ursin, qat'iy xitob qildi Bardin. Buncha odamning bizga nima keragi bor? Biz ikkalamiz bemalol eplaymiz bu ishni, dedi yana. Amrimahol Konradning rangi oqarib, ko'zlari g'azabdan yonayotgandi. Bu qiz hozir 50 minglar atrofidagi olomonning ichida, naq burnining tagida Maurerning 2 odami. Ular nega u yerda? Nima deb o'ylaysan? Seningcha, Baretti kabi qolgan barcha guvohlarni yo'q qilib yuborishlariga men imkon beramanmi? Biz bor kuchimizni ishga solishimiz kerak. Agar bu dunyoda qiladigan so'nggi ishim bo'lsa ham, men o'sha qizni albatta qutqarmoqchiman, dedi Konrad. Ey, bir daqiqaga to'xtanglar, qichqirdi Baster mashinalar to'xtash joyiga qarab yurar ekan. Uning quchog'i qo'g'irchoq, rang-barang vazichalar, kokos yong'oqlari va konfetlar solingan ikkita katta qog'oz quti bilan to'lgan edi. Men bu narsalar bilan hamma yoqni aylanib chiqish niyatim yo'q, dedi yana. Bu matohlarning barini yutib olish shart emasdi, dedi kulib Banti. Qayoqqa qo'ymoqchisan bularni? So'radi u yana. Mashinaga qaytib borsak, bularni yuklab keyin charxpalakka boramiz, dedi Baster. Nega endi hamma qaytish kerak? E'tiroz bildirdi Banti. Men sen bilan ketaman. Frensi va Bret kelishaversin. Ular bizni g'ildirak oldida kutib turishadi. Charxpalakka chiqishga hali uncha ishonchim komil emas, lekin hech bo'lmaganda sizlarni tomosha qilaman, dedi. Pitning yuragi qattiq urib ketdi. So'nggi 1 soat ichida u Frensi bilan yolg'iz qolish uchun samarasiz harakat qilayotgandi. Endi esa bunday imkoniyat paydo bo'ldi. U atrofga alangladi. Unda uzoqda bo'lmagan pavilyonlardan birining oldida Mo turardi. Uning qahrli oppoq yuzini darg'azablikdan ajinlar egallagandi. Yaxshi, rozilik bildirdi Frensi. Charxpalakka kirish oldida uchrashamiz, dedi. Pit endi Mo uzoq kutmasligiga amin edi. Shuning uchun qizni olomon va Mo'dan uzoqroq biror joyga olib ketish kerak. U alanglab atrofga qararkan, uning ko'zlari katta neon peshlavhaga tushdi. Oynali katta labirint. Yolg'iz qolishni xohlaysizmi? Keling va dunyodagi eng chigal labirintda adashib qoling, deb yozilgandi. Mashinagacha borib ortga qaytishlaringiz uchun sizlarga kamida 20 daqiqa vaqt ketadi, dedi Pit Basterga. Biz ungacha mana bu labirintni ko'rib turamiz. Labirintga kirish oldida ko'rishsak, nima deysizlar? O'girildi u Frensi tomonga. Borasanmi? Men hamisha o'sha yerda bo'lgim kelardi. Bu qiziq, dedi yana. Xudo haqqi, isyon ko'tardi Banti. Sizlar u yerda adashib bir necha soat qolib ketasizlar, dedi.
Yo'q, tez gapirdi Pit. Aslida hammasi oddiy. Doim chap tomonni ushlab borish kerak. Shunda u yerdan 10 daqiqada chiqish mumkin. Ketdikmi? dedi yana. Frensi bosh irg'adi. Mayli, ketdik, dedi. Albatta bu labirintda adashib yurishni u unchalik ham xohlamayotgandi, biroq Pit uning har qanday iltimosiga iltifot bilan javob qaytarayotgan paytda Pitning bu taklifini rad etish adolatdan bo'lmas edi. Mayli, boringlar. Agar yarim soatdan kech qolsangiz, biz sizlarni kutmaymiz, ogohlantirdi Banti. Ketdik, Baster, dedi u yana. Pit Fransis bilan adog'i yo'q odamlar orasidan asta-sekin o'tib borarkan, alanglab yana Mouga qaradi. Banti va Baster ko'zdan yo'qolgani bois Mouning yuzida mamnunlik ifodasi paydo bo'lgan edi. Pit birdan Fransisga o'girildi. "Ketdik", dedi u qat'iyat bilan. "Bu qiziq va uncha uzoq davom etmaydigan sayohat", deb qo'shib qo'ydi. Qiz Pitning yonida, uning qo'lidan ushlab labirintga kirish eshigiga qarab yurdi. "Sen ana odam taniysanmi?" to'satdan so'radi Fransis. Pit butun vujudi tarang tortib qizga keskin qaradi. "Qaysi odamni?" dedi. "Sen har doim alanglab qarayotgan odam, qora kostyumdagi. U bizni ertalabdan buyon ta'qib qilib yuribdi", dedi. "Rostdanmi?" Pit befarq ovozda gapirishga harakat qilayotgandi. "Menimcha uni qayerdadir ko'rganman", dedi. Shu asnoda ular labirint kassasi oldiga yetib kelishdi. Pit chipta sotib olish uchun oldinga yurdi. Navbat yo'qligidan ular bu yerga tashrif buyurgan yagona mijozlar edi chog'i. O'rta yoshli, mallasoch kassier ayol undan chipta olishayotganligi uchun xursand edi. "Kirishingiz bilanoq chap tomonni ushlab yuring", dedi u qaytimni uzatarkan. "Agar adashib qolsangiz, qo'ng'iroq tugmasini bosing. Unaqa tugmalar ichkarida ko'p. Kimdir borib sizni olib chiqadi", dedi. Pit kassirga minnatdorchilik bildirib, uni kirish eshigi oldida kutib turgan Fransisning oldiga bordi. Qiz yurgach, uning ortidan uzun yo'lak bo'ylab ergashgan Pit so'nggi lahzada bezovtalik bilan atrofga qaradi. Mou ko'rinmas edi. "Endi nima qilishimiz kerak?" so'radi Pitning oldida borayotgan Fransis. "Bu yer o'ta dim ekan, to'g'rimi?" dedi yana. "Labirintda dim bo'lmaydi", ishontirdi uni Pit. "Bu yerda tom yo'q", dedi. Ular bir necha qadamdan so'ng labirintga tushib qolishdi. Inshoot 4 metr balandlikka yaqin oynali devorlardan iborat edi. Oynalar orasidagi yo'lakchalar 2 kishi yonma-yon yuradigan darajada keng. Oynalar shunday joylashgan ediki, birinchi uzun yo'lakka kirganlarida o'z akslari 30-40 marta ularni o'rab olgan manzaraga duch kelishdi. Bu manzara juda ta'sirli bo'lgani sabab Fransis qo'rqqanidan to'xtab qoldi. "Bu menga yoqadi deb o'ylamayman", dedi u Pitga o'girilib. "Sen bu yerdan qachondir chiqib ketishimizga ishonasanmi?" deb so'radi yana. "Albatta", javob berdi Pit uning qo'lidan ushlarkan. "Biz shunchaki oldinga yuramiz. Burilishga to'g'ri kelganimizda chapga yuramiz. Agar har doim chapga yuraversak, bu yerdan 10 daqiqa atrofida chiqib olishimiz mumkin", dedi. "Mayli, ketdik", dedi ikkilanib Fransi. "Lekin chindan ham bu menga yoqmayapti", dedi u yana. Pit qizning qo'lidan ushlagancha uni oldinga boshladi. U Fransisni labirintning markaziga, mabodo Mo ularni ko'rib qolib, ortlaridan kelayotgan bo'lsa, yashirib qo'yish ehtimoli bilan boshlab kelayotgandi. Ular oynalar yonidan chap tomonni ushlab bir necha daqiqa yurishdi va chorrahaga yetib kelishdi. Boshlari uzra moviy osmon, istirohat bog'idan shovqini eshitiladi. Chorrahadagi har bir yo'l avvalgisining oynadagi aksi edi. Ularni o'z akslari o'rab turardi. Chamasi ular qaysidir burilishni o'tkazib yuborib, tuzoqqa tushgan edilar. Yana 2-3 daqiqa adashib, dovdirab yurishgandan so'ng Fransi birdan tilga kirdi. "Bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak deb o'ylayman. Bu yer ancha zerikarli, to'g'rimi?" U hozirgina yurib kelishgan yo'lakka o'girilib qaradi. Odamni seskantiradigan, yuzida qo'rqinchli tug'ma dog'i bor o'zining 20 ta aksi unga baqrayib turardi. Endi qizga bor haqiqatni gapirib berish payti kelgandi. Pit bu juda qiyin ekanligini tushundi, lekin vaqt juda oz edi. Istalgan lahzada Mou paydo bo'lishi mumkin. "Men bu yerga seni bir gapni aytish uchun ataylab olib keldim. Buni eshitish senga yoqmaydi deb o'ylayman", dedi Pit. Pit uning qattiq asabiylasha boshlaganini sezdi. Fransis unga xavotir bilan qaradi. "Bu nima deganing?" "Men Bert Stevens emasman. Mening ismim Pit Vayner. Bizning vaqtimiz oz. Iltimos, menga quloq sol va qo'rqma." Pit uning ko'zlarida vahima paydo bo'lganini ko'rib, unga rahmi keldi.
adog'i yo'q labirintda sen bilan birga bo'lgan odam aslida sen o'ylagan odam emasligini birdan tushunib yetish anchayin qo'rqinchli deb o'yladi u. Pit jilmayishga harakat qildi. Men tushunmayapman, qat'iy gapirdi Fransis. Bu nima? Hazilmi? Men shunday bo'lishini xohlardim, samimiy gapirdi Pit. Senga yana nimadir aytishdan avval bir narsani bilishingni xohlayman. Men senga hech qachon yomonlik qilmayman. Men bilan sening xavfsizliging kafolatlanadi. Shuning uchun iltimos, qo'rqmaslikka harakat qil, dedi. Qiz undan bir qadam ortga chekindi. Nima gap? dedi. Bizning vaqtimiz oz, dedi o'z xayolida to'g'ri so'zlarni tanlab. Men nima uchunligini bilmayman, ammo meni seni o'ldirish uchun yuborishdi. Bizni ta'qib qilayotgan odam men bilan birga kelgan. U xavfli. Bilaman, so'zlarim yolg'onga o'xshayotgandir, lekin u seni yolg'iz topib olsa o'ldiradi. Seni qutqarishning yagona yo'li sen yashirinib olguningcha uni o'ldirish. Mana nima uchun seni bu yerga olib keldim. Men nima desam, sen barchasini aniq bajarishing kerak, dedi Pit. Qizning ko'zlari dahshatdan olayib ketganini ko'rib, Pit gapirishdan to'xtadi. Yigitning xotirjam, bir maromda gapirishini tinglab turib, qiz uni ruhiy kasal degan qarorga keldi. Bu kabi telbalar qizlarni ovloq joyga aldab olib borib, o'ldirib yuborishayotgani haqida gazetalarda tez-tez xabarlar paydo bo'lib turardi. O'zini yo'qotib qo'ygan Fransis Pitga qarab, "Yaqinlashma" degan ma'noda qo'llarini ko'tardi. Qizdagi vasvasaning ortib borayotganini ko'rgan Pit o'zini ushlab turardi. Hozir unga haqiqatni gapirish xavfli ekanini yigit tushungandi. Fransis uni telba degan xulosaga kelishi mumkinligini Pit taxmin qilayotgandi. Hozir esa qiz chindan ham shunday deb o'ylayotganini u anglab yetdi. "Iltimos, qo'rqma Fransis", dedi u. "Iltimos, menga ishon. Men senga zarar yetkazmayman. Nahotki buni ko'rmayotgan bo'lsang, nahotki men senga faqat yordam bermoqchi bo'layotganimni ko'rmayapsan", dedi. "Iltimos, keting", dedi qiz rangi oqarib, biroq o'zini butkul yo'qotmadi. "Men sizning yordamingizsiz ham chiqishga yo'l topa olaman. Faqat iltimos keting va meni xoli qo'ying", dedi. "Men ketaman", dedi u jiddiy. "Lekin avval men senga aytmoqchi bo'lganlarimni to'liq eshitishing kerak. Bizni ta'qib qilayotgan anavi odamga seni o'ldirish buyurilgan. Nega bundayligini men bilmayman, ammo uni to'xtatmasam, u bu ishni qiladi. Ular menga seni tanishim uchun fotosuratingni berishgan. Hozir senga ko'rsataman. Balki shunda sen men haqiqatni gapirayotganimga ishonarsan." Qizdagi xavotirning ortib borayotganini ko'rib, Pit shoshilib orqa cho'ntagiga qo'l uzatdi. U qiziga faqat fotosuratni ko'rsata olsagina Fransis o'ziga qaratilgan xavf-xatarni tushunib yetadi deb o'ylardi. Ammo u shoshilib fotosurat solingan hamyonini olayotganida qo'l soati xanjarning sopiga ilashib qoldi. Xanjar tashqariga tortilib chiqib, qizning oyog'i tagiga tushdi. Xanjarni ko'rib Fransis dahshatga tushdi. U Pitga qarab, uning qo'rquvdagi aybdor ko'zlariga nigohi tushdi. Qizning yuragini muz bosdi. Endi u shubhalanmas. Pit uni oynali labirintga aldab olib kirib, yovuzlik qilmoqchi bo'lgan telba ekaniga ishonchi komil edi. U Pitga qarshi kurasha olmasligini tushunib yetdi. Shu bois birdan ortga o'girilib qocha boshladi. "Fransis, iltimos", deya baqirdi Pit. Ammo Pitning umidsiz hayqirig'i qizning qo'rquvini yanada kuchaytirdi va Fransis oynalar ichiga o'zini urdi. Yugurayotib u chap qo'lining barmoqlarini oyna sathiga tekkizib borardi. Faqat shu yo'l bilan u o'tkazib yuborgan burilishni topmoqchi edi. Burilishni aniqlab, qiz chapga qayrilib, boshqa yo'ldan chopib ketdi. Timqora sochlari uning ortidan xilpirab borar, o'zining rangi oqarib, nafasi qisila boshladi. U qanchalar uzoq yugurib, qanchalar ko'p burilganini tasavvur ham qila olmasdi. Chamasi u har safar bir joyga qayta va qayta aylanib kelib qolayotgandi. Nihoyat u yugura olmay qoldi. U to'xtab, oynali devorga suyanib qoldi. Qo'llarini ko'ksiga mahkam bosib, ko'zlarini yumib oldi. Fransis nafasini rostlab olmoqchi bo'ldi. Bir muddat o'tib, u ko'zini ochdi va ro'parasidagi oynada aks etib turgan o'zini ko'rdi. O'zining qanchalar qo'rquvda ko'zlari qinidan chiqayozgani va sochlari juda to'zg'ib ketganini ko'rib, butkul karaxt holga tushdi. U qayerda ekanini mutlaqo anglamasdi. Pitdan bir necha qadam narida yoki labirintning qoq markazida bo'lishi ham mumkin edi. Agar yordam chaqirsa, to yordam kelguncha Pit yaqinroqda bo'lsa, unga tajovuz qiladi deb o'yladi qiz. Nihoyat u o'z kuchigagina tayanib, o'zini qutqarishga qaror qildi.
Na boshi, na oxiri borga o'xshab ko'rinayotgan yo'lakning oynadagi aksiga ko'zi tushgach, qo'rquv uni yanada yenga boshladi. Bularning hammasi qo'rqinchli tushga o'xshardi. U ojizlikka tan berib, bor ovozi bilan baqirishni, yuzini qo'llari bilan berkitib yerga o'tirib olishni va kimdir uni topmaguncha kutib o'tirishni xohlayotgandi. Uni birinchi Pit topib olsa-chi? Fransis ko'z yoshlarini artib, o'zini qo'lga olishga harakat qildi. Agar labirint bo'ylab qaytadan yursa, o'yladi u. Har chorrahada chap tomonga yurib chiqib keta olarmikinman bu yerdan. U shubhali har qanday tovushni e'tibordan qochirmay, asta-sekinlik bilan oldinga yura boshladi. Bir necha qadam yurgach, uni nimadir orqaga o'girilishga undadi. U to'xtab, orqaga qaradi. Shu zahoti yo'lak oxirida qandaydir harakatni sezdi. Nazarida xuddi yuragi to'xtab, keyin birdaniga juda tez urishni boshlaganga o'xshadi. U qochishga chog'lanib, oldinga tashlandi. Ammo ortidagi soya ham xuddi shu harakatni takrorlaganini sezib to'xtab qoldi. Fransis oynada o'z aksini ko'rayotganini anglab baqirib yubordi. U yo'lida davom etdi. Yo'lakning poyoniga yetib, yana boshi berk manzilga kelib qolganini tushundi va vahimasi kuchaydi. Orqaga qaytish uchun o'girilayotib, ko'zlari yo'lakning oxirida yana qandaydir harakatga tushdi. Ikkinchi marta takrorlanmaydi, deya o'yladi u. Biroq soya u kabi emas, boshqacha harakatlanayotganligini ko'rib, qo'rquvdan qotib qoldi. U to'xtab, diqqat bilan tikildi. Pakana, to'rtburchak yelkali, qora kostyumli odam uni kuzatib turardi. U qo'lida avtomat to'pponcha ushlab olgandi. Bu Mou edi.